Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ziyoda opamdan kosmetologimdan olgan yangi kosmetikam raspakovkasini qilamiz. Bu zakazimni juda ham uzoq kutdim, sababi oxirgi marta seriyada bo'lsa olgan Rejuran degan preparatimni kosmetikasi uyga, ya'ni домашний уходga kosmetikasi chiqdi. Bularni raspakovka qilayotgan paytimizda sizlarga Ziyoda opam bilan 9 oylik kuchimizni gapirib bermoqchiman. Ziyoda opam bilan biz o'tgan yil iyun homiladorligimda tanishdik, may oyida. Yuzim juda ham yomon bo'lib ketgandi. Полностью birinchi homiladorligimda yuzimni tozalab chistka qilib berdilar. Chistkasi ham boshqalarnikiga nisbatan anchagina qimmat edi. Aslida o'zidan shunaqangi yuzim zo'r yaltirab chiroyli bo'lib qolganidan keyin уже protseduralarga borishni boshladim. Birinchisi yuzimni yuvaganman hozir. Mana bunaqa tonik. Rejuranni umvalkasi yo'q ekan, o'shaning uchun tonikdan boshlab полностью uходini zakaz qildim. Upakovkasi juda ham chiroyli chiqib qarang. Chistkadan keyin ozgina vaqt o'tib, yuzimga уже inyektsion protseduralar olishni boshladim Ziyoda opamda. Birinchi bo'lib, adashmasam, botoks oldim. Keyin ko'zimni tagini ustali o'zgarishim bor edi. Mana chomning krugim bor ko'zim tagida. O'shani to'ldirdik. Keyin zaten mezoterapiyalarni olishni boshladim. Twist degan preparat bor ekan. 3ta nimasini oldim, korobkasida. Kursini oldim. Yuzimni juda ham zo'r yaltirab berdi. Ya'ni juda ham natijasi imенно menda o'sha preparatda juda ham zo'r bo'ldi. Qolganlarni bilmadim qanaqa. Kimni ko'rsak, qachon qayerda ko'rsak, bez makiyaj, bez kosmetika yuzingiz zo'r yaltiryapti, zo'r yuzingizdan zo'r natija bo'libdi deb aytishdi. Juda ham yoqdi. Oxirgi borganimda Ziyoda opamga shu Rejuran preparatini oldim yuzimga. Juda ham o'zimga zo'r tushdi. Bunisi солнцезащитный krem ekan. Qaranglar, juda ham zo'r ekan, stik ekan. Stikda bo'lgani juda ham yaxshi, surishga udobniy bo'ladi. Xos ko'chaga chiqmaymiz, shu sababdan surmaymiz. Ichida qaranglar, stikligi вообще yoqdi menga. Hidi ham вообще приятный ekan. Bu yoqda bu Ziyoda opamdan menga sovg'a Rejuranning mana bunaqa maskalar bor ekan, ular menga aytmadilar. Tkanivoy maskalari juda ham yaxshi ko'raman, ko'rishda maskalarni. Shunaqangi xursand bo'lib ketdim, maskasini ko'p ichida korobkachasida 5 ta ekan. Buni ham past sostav paydarim ekan. O'sha o'zining preparatidan qani endi ishlatib ko'ramiz, qanaqa ekan. Sizlarga kosmetologim bilan bo'lgan kuchimiz qanaqa bo'lganini aytib bergan videom yoqqan bo'lsa va oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bundan juda ham xursandman. Xudo xohlasa, yana har xil kosmetikalarning raspakovkasini obzor qilishdan, sizlar bilan bo'lishdan hali charchamayman. Hammasi hali oldinda, kuzatishda davom etinglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sabringlar.